Assalomu alaykum hammaga, hurmatli yurtdoshlar. Xo'sh, Golubika haqida maslahat. Bu praktik bo'ladi o'zaga. Mana shuni qurganimizga 25 kun bo'ldi. Mana to'kka olib qurganmiz mana. To'kka olib mana yerga ko'mganmiz. Mana. Ko'rinib turibdi-ku. Mana. Mana 25 kunga mana shu barg mana shu yerga edi. Mana shu atroflarga edi. Bu shuncha o'sdi. Yangi navda chiqarishni boshladi. Mana ko'rinib turibdi mana yangi navda. Yangi navda. Qachonki yangi navda nofarmon svetga bo'lsa, bunga nexvatga bo'ladi. O'sha yerga qursangiz yerga o'zimiz yerni ishqori ko'p, plus kislotorka qurish kerak deydi. Yo'q, buni kislotorka emas. Buni abishni o'zimizning ana g'o'zalar bo'ladi-ku, paxtani chang'alog'i deydimi, nima deydi sizlarga? O'zimiz tilga. Endi har qaysi viloyatga har xil aytiladi. Xo'sh. Mana shunga qurilgan bu mana. Mana chirindi. Mana. Mana shunga qurilgan bu. Mana hamma joyi shunaqa 1 gram beri nima yo'q, unaqa yo'q. Nima deydi? Torf yo'q beri, kisli torf yo'q mana. Abishni o'zimizning samon, xo'sh, qipiq, mana bu nimani sholini qipig'i deydi-ku, mana shu narsalar mana. Mana yangi navdalar chiqarib kelyapti. Agar bu yaxshi bu tomirga ozuqa bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, buni bo'lmaydi mana. Bu ham shunday. Mana. Yangi navda chiqarib keldi 25 kunga. 25 kunga. Mana. Hurmatli do'stlar. Qachonki buni rangi mana shu o'sib keladigan rangi fioletoviy svet, nofarmon svet bo'lsa, o'sha paytga bunga tomirga ozuqa yo'q, plus nima bo'lmaydi. Nima deydi? O'zini oziqlantirish kerak buni limon kislota bilan, keyin monofosfat kali, yantarni kislota bilan qo'shib, o'sha buni pH kosini bilish kerak. Xo'sh, 3,5 dan 5 gacha, 4 gacha bo'lish kerak. Mana o'sha yangi navda. Yana bir oydan keyin buni nimasini qo'yamiz, unaqasini qo'yamiz. Kislotorka bo'lish kerak deydi, lekin kislotorka ham kerak emas ekanda. Bu mana o'sha nimaga aniq 100%. Nima deydi? Sinovdan o'tibdi buni. Agar qachonki oziqa bo'lmasa, kislotorka oziqasini yaratib bermasangizda, bu buni yam yashil o'smaydi. Mana shu fioletoviy svet, mana bunaqa svetga o'xshab keladi mana.